Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi xodimlari tomonidan umumiy ovqatlanish obyektlari, ta'lim muassasalarining oshxonalari, go'zallik salonlari, kosmetologiya xizmati, tatuaj ustalarining faoliyati o'rganilganda, ulardan san minimum kurslarida o'qiganligi to'g'risida guvohnomalar so'raladi. Xo'sh, san minimum o'zi nima? Nima uchun ushbu xodimlar san minimum kurslarida o'qishlari lozim? Amaldagi sanitariya qoida va me'yorlariga ko'ra, fuqarolarning salomatligiga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan muayyan kasb egalari gigiyenik tayyorgarlikdan o'tishlari majburiydir. Agar siz quyidagi sohalarda faoliyat yuritsangiz, albatta san minimum kurslarida o'qishingiz lozim. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish, tashish va saqlash bilan shug'ullanuvchi xodimlar, umumiy ovqatlanish obyektlarida faoliyat yuritayotgan xodimlar, bolalar uylari, ta'lim muassasalari, sanatoriyalar, bolalar oromgohlarida faoliyat yuritayotgan xodimlar, muruvvat va mehribonlik uylari, pansionatlar, sanatoriyalar, dam olish maskanlari, kimyoviy tozalash shoxobchalari xodimlari, shuningdek suzish bo'yicha trenerlar, basseyn va davolovchi vannalarda ishlovchi xodimlar, shuningdek mehmonxona, yotoqxona xodimlari va ularning farroshlari, kommunal sohada faoliyat olib boruvchi xodimlar, ya'ni chiqindilarni yig'ish, tashish va ularni yo'q qilish bilan shug'ullanuvchi xodimlar, shuningdek jamoat hojatxonalarida ichimlik suvi va kanalizatsiya tizimida ishlovchilar, dorixonalar va dori saqlash omborxonalari xodimlari ushbu san minimum kurslarida o'qishlari majburiydir. Ushbu kurslarda o'qish Sanitariya epidemiologiya qo'mitasi tomonidan to'lov shartnoma asosida amalga oshiriladi. Kurslar yakunida esa imtihonlar o'tkazilib, san minimum kurslarida o'qiganligi to'g'risida guvohnoma topshiriladi. Hurmatli tadbirkorlar, xavfsiz faoliyat olib borishni istasangiz, o'zingiz va xodimlaringizni san minimum kurslarida o'qiting. Zero inson salomatligi har narsadan ustundir.